21-asr axborot asrida hozir kontent bo'yicha jang ketyapti. mehnat qilasiz. Sizlarga masalan faxsh tiqilyotibdi social networklarda. Lekin sizlar yaxshi kontent olib chiqmasalaring, aholi nimani ko'rsin? Ibodik, hayolik ayol ikki dunyoda, bu degani ta'kid, hech qachon o'zini rasmini internet tarmog'iga qo'ymagan va qo'ymaydi ham. Qaranglarda, bitta oyatga amal qilmaslik bilan oilalar buzilib ketyapti. O'sha bitta oyatning hukmiga beparvo bo'lishlik bilan oramiz buzilib ketyapti. Jamiyatimizning tub qismi aksariyat vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi va qachonlardir dolzarb mavzu bo'lgan ushbu holat hozirgi kunga kelib normaga aylandi. Odamlar tarmoq saytlaridan asosan ko'ngil ochish, ishdan chalg'ish, axborot olish va boshqa maqsadlarda foydalanadi. Vaholanki tarmoq bozori keng, sodda va sayoz mazmundagi, ayniqsa zararli va zaharli ma'lumot va kontentlar talaygina, xususan faxshga, zinoga targ'ibot tobora kuchayib bormoqda va talab ham shunga yarasha. Ularning ko'pchiligi esa inson ruhiyatiga, ma'naviyatiga, dunyo qarashiga va eng muhimi shaxsiy hayotiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi albatta. Biz o'sha qorong'u poligonga kichik bir yorug'lik sifatida kirib bormoqchimiz. Bor yo'g'i aynan ana shu yorug'lik butun bir poligonni qoplasa ajab emas albatta. Qurbonlar qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi. Asosiy maqsadimiz ham aynan shu. Tarmoq bozorini ruhiy va ma'naviy oziqlanish manbaiga aylantirish, mijozlarga tarbiyaviy, ilmiy, ma'naviy ahamiyatga ega va eng muhimi foydali inspirensiyani ulashishdan iborat. To'g'ri, uzluksiz yangi postlarni ulashib tura olmasmiz, lekin dublikat axborot va videolardan nusxa olib, vaqti bilan yangi postlar uchun ham vaqt ajratib sizga taqdim etamiz. Me'yor nazariyasi. Maqsadlaringizni jamiyat manfaati negizida quring.